Istanbuldagi eng sokin va chiroyli bo'lgan orollardan biriga kelganman va mana shu hozirda turgan orolim haqida chiroyli bo'lgan kadrlarni mana shu orolga kelganingizda qanaqa joylarni ko'rishingiz mumkinligini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Sizlardan faqatgina bitta narsa so'rayman. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Orolga kelganingizda shu avtobuslarga chiqib, orol bo'ylab istagan joylarga bemalol yetib olsanglar bo'ladi. Istanbul kart yoki bank kartalar bilan bosib chiqsanglar bo'ladi. Dengiz bo'yiga avtobus bilan kelib oldim. Tushib qoldim, u yoqqa o'zim ketaman deb. Agar xohlasanglar, avtobusni ham aylanib tur qilib chiqsanglar bo'ladi. Lekin meni tavsiyam tushib qolinglar. Quyosh botish paytiga to'g'ri kelib qoldim. Meni eng yoqtirgan aktivitalarimdan bittasi dengiz bo'yida quyosh botishini tomosha qilish. Hozir sizlar bilan birgalikda mana shu quyosh botishini tomosha qilamiz. Quyosh botishidan oldin tezroq mana shu orolni aylanib chiqib olishim kerak. Quyosh botgandan keyin ham qorong'i tushganda mana stalbalar bor, yonadi. Lekin har ehtimolga qarshi tezroq yetib olmasam, kuchlar bor deb o'tdi. O'ylab qolish mumkin. Yo'linglarda juda ham ko'p mushuklar chiqadi. Mana misol uchun bittasi menga qarab turibdi. Pis. Qochmaysanmi? Orqangizdan shunaqa kelib olishadi. Hozir katta ehtimol bilan men kechqurungacha orqamdan yuradi. Ovqat ber deb. Suv tushib boshladi o'sha. Ertalab issiqroq edi. Istanbulda plyajida cho'milmoqchi bo'lsanglar, mana shu orollarni plyajiga kelishingizni tavsiya qilaman, chunki boshqa nimalar bor, plyajlar bor, lekin ular afsuski juda ham kir. Lekin bu yerga nisbatan tozaroq. Ya'ni bu yerdan toza deya olmayman antaliyachalik, lekin nisbatan toza. Bu orolga kelganingizda sizlar ham o'zingiz his qilasizlar. Shunaqangi tinch, shunaqangi sokinki, faqatgina dengiz yonida bo'lsanglar, to'lqin ovozini va qushlar ovozini eshitasizlar. Boshqa hech narsa eshitmaysizlar. Orada paromlar ovozi eshitiladi. Orol atrofida o'tayotgan paromlarni. Undan tashqari hech qanaqa shovqin, baqir-chaqir hech narsa eshitmaysizlar. O'shaning uchun sizlar ham kelganingizda shovqin qilmasdan, tinch kelib, mazza qilib, miyani dam oltirib keyin ketsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Orolni tepa qismiga qarab yurib chiqib ketyapman hozir. Xullas, tepalikning bir qismigacha yetib keldim. Endi men yo'ldan ketmoqchi edim o'zi aslida. Lekin qarasam, mana bu yerda shunaqa yo'l turibdi. Bunaqa yo'llar asosan ko'pincha eng chiroyli bo'lgan manzaralarga olib chiqadi. Birgalikda ko'ramiz. Hop. Buni ko'rmasanglar bo'lmaydi. Aytdim-ku, bunaqa yo'llar eng chiroyli manzaralarga olib chiqadi deb. Subhanalloh. Xullas, shunaqa yo'llarni ko'rganingizda hech qachon tashlab o'tib ketmanglar. Chiqinglar, ko'ringlar maslahatim. Mendaka shunaqa betakror bir-biridan chiroyli bo'lgan manzaralarni ko'rishga amin bo'lasizlar sizlar ham, xudo xolasa. Mazza. Tezlashmasam bo'lmaydi. Lekin men hozir orolni butunlay bu yoq tomonidaman. Ya'ni tasavvur qilishingiz uchun orolni u yoq tomonida odamlar yashaydi, bu yoq tomonida o'rmonli joylar, faqatgina shunaqa kimsasiz, daraxtli yo'llar bor, xolos. Boshqa hech narsa topa olmaysizlar bu yerdan. O'shaning uchun tezlashib orolni u yoq tomoniga yetib olmasam, qorong'i tushgandan keyin boya aytganimdek, kuchlar meni topib keladi. So'zlarimni, gaplarimni bitta-bitta gapirayotganim sababi xaslashib boshladim yana. Buni Istanbulga kelib aylanganlar yaxshigina biladi. Hozir odamlar yashaydigan tomonga kelib oldim, xudoga shukr. O'rmonli joylardan o'tdik. Mana orqa tomonimda uylar bor.
sal odam ko'ngli xotirjam bo'ldi. Hozir men yurib mana shu joyga kelib qoldim. Hatto o'tgan bo'lsanglar qabriston, lekin musulmonlarniki emas. Orolda yashagan eski xalqniki, ya'ni Rum xalqiniki. Bu yerda oldin Rumlar, Yunonlar yashagan. Ana o'shalarni qabristoni hisoblanadi. Faqat bu yerga borib o'tirmadim. Endi esa bu yoqdan qaytib ketaman. To'g'risini aytsam, Google kartadan qaraganimda mana yerdan yo'l ko'rsatdi. Shu yerdan o'ngga burilasan deb, lekin keldim, yo'l yo'q. O'shaning uchun orqaga qaytib, orqadan davom etamiz. Mana bu orqamda ko'rib turgan joyinglar monastir. Bu ham mana shu orolda yashagan eski Yunonlarga oid bo'lgan monastirlardan bittasi. Katta ehtimol bilan hozirda yopiq. Chunki bu yerda hozir Yunonlar ko'p yashamaydi. O'shaning uchun hozirda yopiq, lekin tarixda shu monastir bo'lib xizmat ko'rsatgan. Monastir nimaligi haqida pastda qisqacha yozib ketgan bo'laman. Orqaga qaytishimga paromlar bor, lekin paromni oxiriga qaytadigan soatini qaramaganman. Sizlar kelishinglardan oldin qaranglar, menga o'xshab keyin yugurib yurmanglar. Keyin vaqtliroq kelishinglarni tavsiya qilaman. Ertalab vaqtlidan kelsanglar, bemalol vaqtinglar ko'p bo'ladi, mazza qilib aylanib ketasizlar. Men hozir borganda ko'raman. Ulgurdim. Ulgurmasam qolaman shu yerda. Kuchlarning ovozi eshitilishni boshladi yana. Bu safar qo'rqmayapman, chunki o'sha odam yashaydigan joyga kelib oldim. Katta ehtimol bilan uy ichidagi boylangan kuchlar. Voy. Boylanmagan u. Ana. Ey, ma'mullarning ko'pligini qaranglar. Ey, mashalloh, esladim men sizlarni esladim. Men sizlarni esladim. Mushuklarni jannatiga tushib qoldim desam, adashmagan bo'laman, ko'ryapsizlar. Bir tali mushuk bor. Mana hamda ham yana, voy ko'pligini ko'ryapsizlar. Mana brigadani ko'ryapsizlar, orqamda turgan. Hammasi kutib turibdi-da ovqat olishga. Keyingi safar, hop, keyingi safar. Hozir magazinlar ham yopilganda o'shaning uchun. Xullas, bir amallab paromga ketadigan joyga yetib kelib oldim. Endi paromga ketadigan soatiga qarab uyga qaytamiz. Bu meni birinchi YouTube videoim bo'ladi. Shuning uchun yoqqan bo'lsa, fikringizni kommentariyada yozib ketishinglarni so'rab qolaman. Bu men uchun keyingi videolarni davom ettirishim uchun motivatsiya bo'ladi. Shuning uchun sizlardan like bosib, kanalimga obuna bo'lib, kommentariyada fikringizni yozib ketishinglarni so'rab qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.